Yo'ldoshinglarga ishnim so'g'at qilmagan bo'lsanglar qo'limdagi 8 qo'yliq ma'atir puroqliq mag'zobli sopani bir so'g'at qilib beqinglar. Kishilarimiz sopaning yaxshini tanlab ishlatgan vaqtida saqalagan faqat yuzi qanda tortishib qolmaydigan mag'zib chiqsa saqalni bilan aloqa bo'ldi-chu. Amaliyotda kishilarmi yuziga ishlatayotgan narsaga ahamiyat berish kerak. Saqalaganda cho'qim mushtaq mizlik birab turadigan mag'zib ko'p chiqadigan sopalarni ishlatsanglar uyda ayollarni so'yib qolsa yo ko'may qolib qolsa sirtlarga chiqsanglarmi yuzinglar bir xil ta'birab turmay mizlik birab turgan yaxshimikin deyman. 8 qo'yga shuni arziydi sopanim. Cho'qim bir ilib ishiltib baqsanglar deb tavsiya qilmayman. Buning har xil puroq tikisi bor. Yengil puroqni yaxshi ko'ramiz desanglar cho'qim qizil qapliqni tanlab ip sinab baqsanglar bo'ldi. Bag'andan kim o'zinglar bek yaxshi ko'rib qolsizlar. 8 qo'yga tushliq kepti deb 8 qo'y degan bilan puli azamani maqchan tayinliq keldi. To'yini bir narsa sotqanlar hamiz tanlab sotdi deysizlar, lekin men mush mayli 8 qo'y bo'lsin, mayli 2 qo'y bo'lsin, cho'qim o'zimga yaragan narsani so'zlab chiqmay bo'lmay so'zlab chiqmayman. Saqalag'ini doim yuzinglar qo'rilib qolgan, tortishib qolgan, ya mag'zab chiqmaydigan yuzi bilan ishlatayotgan bo'lsanglar, mushu 8 qo'yliq so'punimni cho'qim bir ishlatib yiqinglar. Yuzinglarni yuvib bo'lgandan keyin shunda mizlik birab turdi. Pek kuchli puroq emas, yengil mizlik birab turdi. Hozir ham satarishxonadan chiqqandek.